bizni aytgan salomimizni. Endi bu joyda turib salovat aytadigan bo'lsak, salom beradigan bo'lsak, Payg'ambar alayhisolatu vassallamning o'zlari bevosita bizni salomimizga inshaalloh javob qaytarar ekanlar. Shuning uchun azizlar, bu yerda 3 kun tursak, ana shu 3 kunimizni shunaqa ham bir g'animat bilaylikki, uyqu bilan, beparvolik bilan o'tkazib qo'ymaylik. Endi keksalarimizniki, kasallarimizniki uzunlik bo'lsa, ularni yo'l yo'rig'i boshqa. Lekin sog'lom inson, quvvati bor, ibodat qilishlikka loyiq, yurib kelishlikka masjidga imkoniyati bor odam albatta 5 vaqt namozni Masjid Nabaviy, ya'ni Payg'ambar alayhisolatu vassallamni masjidlariga kelib o'qishligimiz lozim. 3 kun kunimiz bir pas o'tib ketib qoladi. Har bir kunimizni g'animat bilaylik. Bu yerda inshaalloh ravza bor.